Hozirda men sizlarga mart oyidagi 1 va 2 haftasidagi embrion transferi natijalari bilan bo'lishmoqdaman. Bilasizlar, bizning ekoklinikamiz ochilganiga 1 yil bo'lgani yo'q. 1-martdan 8-martgacha bizda 13 ta embrion transfer amalga oshirildi. Shundan 12 ta patsientkamizda homiladorlik kuzatildi. Shu 13 ta patsientdan 2 tasida повторный programma qolganida birlamchi, ya'ni birinchi embrion transfer amalga oshirildi. Bu nima bilan bog'liq? Birinchi o'rinda reproduktolog mahorati bilan, ya'ni reproduktolog embrion transfer amalga oshirayotgan paytida kateteri kiritishi, to'g'ri joyga embrionni qo'yib ketishi, bu eng asosiysi. Ikkinchisi, akno implantatsiyani to'g'ri belgilashimiz. Qaysi kunda o'tirishdan boshlash kerak, ya'ni mikrodozirованный progesteronni va qaysi kunda biza embrion transfer amalga oshirishimiz kerak. Va uchinchisi, embrionni sifatiga hamda embriolog mahoratiga. Embrionni qanaqa eritishiga va qay yo'sinda reproduktologga uzatishiga juda ham bog'liq hisoblanadi. Ikkinchi haftamizda bizada 13 ta embrion transfer bo'lgan. Bu haftada bizada 50%, ya'ni yarmida homiladorlik kuzatilgan, yarmida kuzatilmagan. Nima uchun 2 haftada bunaqa raznica bo'lyapti? Patsientlarni to'g'ri amal qilishida, ya'ni ultrason vaqtida, soatida qo'yishida hamda biza ko'p patsientlarga gastroskopiya amaliyotini tavsiya beramiz. Gastroskopiya bachadon ichidagi patologiyani bizga 100% aniqlab beradi va shunga qarab biza embrion transferi to'g'ri amalga oshiryapmizmi yo'qmi aniqlashimiz mumkin bo'ladi hamda gormonlariga qarab. Lekin bu tavsiyalarimizga har doim patsientlar amal qilmaydi va tayyorlayotgan vrachning mahoratiga ham bog'liq. Shuning uchun to'g'ri tanlov qilishda adashmanglar. Hammanglarga onalik baxti nasib qilsin.